Zikr deganda bu bilasizmi o'zi nima? Zikr bu Allohni eslash aslida. Alloh Qur'onda aytganidek astaizu billah fadhkuruni adhkurkum vashkuruli va la takfurun. Meni zikr qilinglar, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Bergan ne'matlarimga shukr keltiringlar, kufrona ne'mat qilmanglar dedi Alloh taolo. Demak Allohni eslamoqlik, Allohni zikr qilmoqlik. Eng yaxshi zikr sizlarga men bugun bir taklif Rasulimiz alayhisolatu vassalamda aytmoqchiman. Eng zo'r zikr haqida gaplashmoqchiman. Zikrlar ko'p, zikr duolari ko'p, tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar. Lekin eng go'zali bir kalima borki, bu la ilaha illallohdir. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah." Ravohi Abu Dawud. Imom Abu Dawud rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytayaptilarki, kimni eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, u jannatga kiradi deyaptilar. Eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, keksalarimiz, ustozlarimiz duo qilganda aytar ekan, Robbim ketar vaqtida la ilaha illalloh kalimasi bilan ketishni nasib qilgin deb. Birgina mana shu kalimani aytishlik bilan jannatga kirib ketadimi? Bu va'dani Rasululloh beryaptilar sallallohu alayhi vasallam, man emas azizlar. Lekin o'sha kalimani ayta olamizmi? Ertaga o'sha tilimizga doim kelishligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu kalimani nafaqatgina tilimizga, balki uni qalbimizga joylamoqligimiz kerak bo'ladi. Iymonning sho'balaridan biri bu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, al-iymanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illalloh. Iymon deydilar 70 nechtayam yoki 60 nechtayam sho'baga bo'linadi va buning eng oliysi la ilaha illalloh kalimasi. Mana shu kalima eng oliy. Bu kalimani ko'p aytishligimiz inshaalloh bizlarni jannat tomon yetaklaydi azizlar. Alloh Qur'onda aytadiki, fa'lam annahu la ilaha illalloh, bilginki albatta Allohdan o'zga iloh yo'q. La ilaha illalloh kalimasi azizlar. Bu afzal zikr. Rasulimiz alayhisalom aytadilar, afzalu zikr la ilaha illalloh. Zikrlarning eng yaxshisi bu la ilaha illalloh kalimasi dedilar. Bu kalimani shunchaki aytib qo'ymasdan, balki yurakdan aytishingiz kerak. Aytadilarki, bir hikoyani sizlarga aytib beray. Aqoiddan talabalarga dars beradigan bir shayx allomalardan birlari, mana shu ustoz bir kuni bir to'tiqushni sotib kelibdi. To'tiqush bilasiz, nimani ko'p eshitsa shuni yodlab olib qaytaradi. Haligi ustozdan eshitaverganidan la ilaha illalloh kalimasini to'ti shunday o'ziga singdirib olibdiki, har bir harakatida la ilaha illalloh der ekan. Hatto uni darsga olib birga o'tirar ekan shayx. Ya'ni uning sayrashi mana shu kalima ekan. Chug'urlash emas. La ilaha illalloh. Shogirdlar aytibdilar. Bir kuni kelsa, ustoz yig'lab o'tirgan ekan. Ustozlarning yig'laganini ko'rgan shogirdlar hayron bo'lib, ustoz nega yig'layapsiz debdi. To'tiqushimni mushuk yeb qo'ydi debdi. Shunga shunchami ustoz debdi. Olib kelib beramiz sizga yangi to'ti debdi. Ustoz aytibdi, yig'lashim boshqa narsa ekan. To'tiqush la ilaha illallohni necha oydan beri qaytaradi, doim shu kalimani aytar edi. Lekin mushuk yeyotganda u la ilaha illalloh demasdan faqat chug'urladi xolos. Nima uchun? Chunki u la ilaha illalloh uni faqat tiliga kirib yodlanib qolgan edi. Uni qalbida o'zi boshqa sayrash bor edi. Meni yig'layotganim, men necha yildan beri la ilaha illalloh kalimasidan dars beryapman, u jon berayotganda nima deb yuboraman ekan deb yig'layapman degan ekanlar. Allohdan ketar vaqtida mana shu kalimani aytishni so'rash kerak. Bilmaydi kim nima deyishlik. Kim bu kalimani qanday aytadi, hech kim bilmaydi. Buning uchun tilimizni doim mana shu kalimaga burishimiz kerak azizlar.
agarki odat bo'lmasdan boshqa odatlarga qo'shilib olsak, unda la ilaha illallohda o'rniga o'sha gapni aytadigan bo'lib qolamiz. Ana shuning uchun ham bu kalimani bugun biz afzalligi haqida gaplashar ekanmiz. Qayta zikrni shunga moyil qilishimiz kerak.